Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizning 26-dars. Mavzuyimiz ikki xonali sonni bir xonali songa ko'paytirish. 83-betni ochsangiz, u yerda bizda 10 va 11-vazifalarimiz bor. Biz bularni birgalikda ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. Darsimizni boshlashdan oldin bitta yangilikni aytib o'tib ketaman. Endi bizni ona tili, ingliz tili va rus tili darslarimiz pulli kanalimizda mavjud. Atigi 50 ming so'mga siz barcha uy vazifalarini bemalol kuzatib ketaverasiz bizning kanalimizda. 50 ming so'm bu bitta fan uchun emas, balki hamma fanni birgalikda olganda. Hozir bizda chegirmalar bo'lyapti. Albattagina kanalimizga kiring. Telegramdan Sanur adminga yozib yuborsangiz, u sizni to'lovdan keyin kanalga qo'shib qo'yadi. Matematika fanimiz ham endi YouTube'da atigi 3 marta chiqadi. Pulli kanalda esa hamma darslarimiz mavjud bo'ladi. Biz sizlar bilan hozir har bittasini belgilab olamiz. Ya'ni mana bu bizda birinchisi bo'ladi. 2. Xo'sh, bu bizda 3, 4, 5 va 6. Demak, 62 ni 9 ga ko'paytirar ekanmiz. Yozganimizda 1 deymiz bu yerga. 62 ko'paytirilgan 9 ga. 2 kara 9 imiz bizda 18 bo'ladi. 8 ni yozib 1 ni eslab turamiz. Eslab qolamiz. 9 ni 6 ga ko'paytirsak 54, birimizni qo'shsak 55 bo'ladi. Ya'ni 1 ni javobi 558. 2 niki esa 58 ni ko'paytiramiz 6 ga. 8 kara 6 imiz 48. 8 ni yozib 4 ni eslab turamiz. 5 kara 6 imiz 30. 4 imizni qo'shsak 34 bo'ladi. Bu yerga ham 348 deb yozib qo'yamiz. Uchinchisi 13 ko'paytirilgan 7 ga. 7 kara 3 imiz 21. 1 ni yozib 2 ni eslab turamiz. 7 kara 1 imiz 7. 2 imizni qo'shsak 9 bo'ladi. Ya'ni 91. Va 91 ni tevasiga ham yozib qo'yamiz. To'rtinchisi 41 ni 4 ga ko'paytiramiz. 4 kara 1 imiz 4. 4 kara 4 imiz esa 16. Ya'ni 164. 164 deb yozib qo'yamiz. Va oxirgisi, ya'ni 5-inchisi 56 ni ko'paytirsak 3 ga bo'ladi. 6 kara 3 imiz 18. 8 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 3 kara 5 imiz 15. Birimizni qo'shsak 168 bo'ladi. 6-inchi va oxirgisi 45 kara 5. 45 kara 5. 5 kara 5 25. 2 ni eslab qolamiz. 5 kara 4 imiz 20. 2 imizni qo'shsak 22 bo'ladi. Ya'ni 225. Endi biz bu sonlarni jadvalga qarab harfini yozib chiqamiz. Birinchisining javobi bizda 558 bo'lgan. 558 ni tagiga v ni yozar ekanmiz. Xo'p, bizda bitta v bor ekan va ikkinchisi bor ekan. Keyingisining javobi 348. 348 dagi l ni yozar ekanmiz. 348 bizda bir dona ekan. Keyingisi 91 bo'lyapti. 91 dagi o. Mana bu o bo'ladi. Xo'sh, 4-inchisi 164 dagi r ni yozar ekanmiz. Ya'ni r. Hop, 5-inchisiga t ni yozamiz 168 ni tagiga va oxirgisi 225 ni tagiga uni yozib qo'yar ekanmiz. Shunda bizda Woolworth degan ism chiqib kelyapti. Ko'rib turibsiz, qiyin emas. Chiroyli qilib daftaringizga yozib oling. Va keyingi vazifaga o'tishdan oldin albattagina bitta laykni bosib qo'ying, kanalingizga qo'shiling. Biz esa 11-vazifamizga o'tamiz. 11-vazifamizni o'qiymiz. Bozordan kilogrammi 58 ming so'mdan 4 kilo mol go'shti va 67 ming so'mdan 2 kilo qo'y go'shti sotib olindi. Hammasi bo'lib qancha pul to'landi? Demak, biz mol go'shtini sotib olyapmiz. Birinchisi bunaqamiz bizni mol go'shti, ikkinchisi esa qo'y go'shti. Qo'y go'shti. Xo'p, G deb yozib qo'ydim qisqa qilib. Mol go'shti bizda 4 kilodan 4 kilosi bizda 58 mingdan ekan. 58 ming degani 58 yozib 3 ta nol qo'shamiz oxirida. Keyin esa qo'y go'shti esa 2 kilosi
67 ming so'm. 67 ni yozib, 3 nolni qo'shamiz. Va hammasi bo'lib qancha pul sarflanganini topib olishimiz kerak. Buning uchun biz sizlar bilan mol go'shtiga qancha sarflanganini aniqlaymiz. Biz 4 ni 58 ming ko'paytiramiz. Keyin esa qo'y go'shtini aniqlaymiz. 2 ni 67 ming ko'paytirib olamiz. Birinchisi deb yozaman. 58 ming 58 ming ko'paytirilgan 4 ga. Xo'sh, 4 kara 8 imiz 32. 2 ni yozib 3 ni eslab qolamiz. 4 kara 5 imiz 20. 3 imizni qo'shsak 23 bo'ladi. Va tevadagi 3 nolimiz tushib keladi. 1, 2, 3. Shunda biz mol go'shtiga 232 ming so'm sarflabmiz. Ikkinchisi 67 mingni 2 ga ko'paytiramiz. Xo'sh, 2 kara 7 imiz bizda 14. 4 ni yozib 1 ni eslab qolamiz. 2 kara 6 imiz esa 12. Birimizni qo'shsak 13 bo'ladi. Va tevadagi 3 nol tushib keladi. 1, 2, 3. Demak, qo'y go'shtiga biz 134 ming so'm sarflabmiz. Hammasi bo'lib mol go'shtiga 232 mingni 134 mingga qo'shamiz. 232 ming qo'shilgan 134 mingga. Xo'p, 3 ta nollarimiz hammasi tushib keladi. 2 kara 4 imiz 6, 3 kara 3 imiz 6, 2 kara 1 imiz esa 3. Ya'ni jami 366 ming so'm biz pul sarflabmiz. Shoshilmasdan, chiroyli qilib daftaringizga ko'chirib oling. Va videorolikimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalimizga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.